Degan doktor odam mana shunday qiladimi? Yo'q, bu siz o'ylagan narsa emas. Videoni oxirigacha ko'rsangiz nima qilganimni tushuntirib beraman. Artroz, ko'ks artroz, osteoartroz, osteoporoz va shu kabi kasalliklar, ya'ni har tilda aytganda bo'g'im og'riqlarida eng zo'r shifo bo'ladigan narsa bu qalampir monchoq. Bu haqida sizning xabaringiz bormidi? Juda ko'pchilik insonlar shuni aytishadiki, meni yoshim o'tib qoldi, shuning uchun bo'g'inlarim og'riyapti, shuning uchun bo'g'inlarim tezda shamollab qolyapti. Yo'q azizlar. 90-95% holatlarda trixanella infeksiyasi bo'g'in og'riqlariga sabab bo'ladi va ushbu infeksiyani o'ldirish juda qiyin bo'lgani uchun artrit, artrozlar keyinchalik osteoartroz, osteoporoz va shu kabi kasalliklarga olib boradi. Xuddi shu holatlarda oddiy uy sharoitida qanday qilib shifo topishni aytib o'taman. Ha aytgancha ushbu licheniyani 21 kundan ziyod qilish shart. Sababi qilinayotgan licheniya 12 kundan keyin ta'sir qilishni boshlaydi. Artritni, artrozni, ko'ks artrozni oddiy xalqimizda bor narsa qalampir monchoq. Hozir men yutgan narsa ham qalampir monchoq. Rus tilida buni gvazdika deydi. Faqat buni ichish tartibi bor. Har kun soat 10:00 da, ya'ni ovqatlanganingizdan keyin 2-2,5 soatdan so'ng 5 gram, ha, noto'g'ri eshitmadingiz. 5 gram shu oddiygina qalampir monchoqni tuyib, ilitilgan dog' suv bilan dori yutgandek yutish kerak. Ha, noto'g'ri eshitmadingiz. Unga qo'shimcha qalampir monchoqni yana qanday qilib qo'llansa bo'ladi degan narsaga 3 ta qalampir monchoqni 1 stakan suvga solib damlab qo'yib, ertamanda och qoringa ichilsa ham qon suyulishiga, yurak qon tomir kasalliklarini oldini olishiga sabab bo'ladi. Aytgancha qalampir monchoqdan siz qanday qilib foydalanasiz? Shu haqida kommentariyada yozib keting. Videoni artrit yoki artrozi bor do'stingizga, birodaringizga, ota-onalaringizga yoki aka-ukalaringizga yuborib qo'ying. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, video tagiga like bosing va bizga obuna bo'ling. Sizlar bilan oddiy xalq ichida yuradigan doktor bloger Muhammad Erkinjonovich bo'ldi.